Chimildiq kechasi erimni menga qilgan ishlarini ko'rib qo'rqqanimdan assalomu alaykum mening aziz muxlislarim, qadri baland qadrdonlarim. Iltimos, videoliklarimiz kengroq tarqalishi uchun bir dona like bossangiz, bor kanalimga obuna bo'lsangiz, sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Oldindan katqon rahmat. Maktabni bitirgan tutquvchilikka ishga kirdim. Boshida hayotim juda ham yaxshi edi. Bir kuni kech qolib ketdim. Va yo'lda mashina to'xtatishni boshladim. O'sha kecha hech. Hayotimda unutilmas kechalar bo'ldi. O'sha kechasi mening yonimga bir chiroyli yigit kelib to'xtadi. Yaxshi qiz, o'tiring. Olib borib qo'yaman. Qayerlisiz? Dedi men uyimni manzilini aytdim va meni uyimga olib tashladi. Shunday qilib yo'limdan har kuni chiqadigan odatlar chiqarib oldi. Aziz akam menga bor mehrini beradigan bo'ldi. Har kuni menga har xil sovg'a salonlar, har kuni menga mehribonchilik ko'rsatar edi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay uyimga sovchisini jo'natdi. Musiqa tez orada to'y bo'lib ketdi. Men hayotimda shunday baxtliman. Menday baxtli qiz bu dunyoda yo'q bo'lsa kerak deb o'ylab edim. Chunki aziz akam ishongan suyangan tohim va nima aytsa ko'nglimga qarar edi. Lekin hayotim shunday bo'ladi deb o'ylamagan edim. To'yimizni o'sha kechasi umr yo'ldoshim aziz akamni nihoyatda intiqlik bilan kutgan edim. O'sha kechasi aziz akam yonimga keldi. "O'tiribsizmi jonim? Musiqa zetmadingizmi?" dedi. "Yo'q" dedim. Aziz akam sekin yonimga o'tirdi va qo'llarimdan ushladi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay aziz akamning qo'llarida qaldiroq paydo bo'ldi. Ko'rganimdan qo'rqib ketdim. "Tinchlik mazeka nima bo'ldim, aziz qoshdimi?" dedim. Birdoniga aziz akam yerga tumalab tirchilagancha og'zidan ko'piklar chiqa ketdi. Bu narsani men ko'rmagan edim. Qo'rqqanimni nima qilishni bilmay dodlab yubordim. Yangilarim o'sha kuni yugurib uyga kelishdi. Hammasi yonimga keldi. "Tinchlikmi, nima bo'ldi aziza?" dedi. Bilmadim aziz akamni nima masasa yo'q. "Yordam beringlar. Hozir olib qoladi" dedim. Musiqa keyin oyim ko'rdi-yu, "Ya aziz akangizni tutgan oqala bor ekan-ku, Musiqa, bilmasmidingiz" dedi. Shunday qilib men o'sha kuni qo'rqqanimdan ota-onamning uyiga ketib qoldim. Chunki o'sha kuni aziz akamga tez yordam kelib aziz akamni jonlantirish bo'limiga yotqazdim. Men aziz akamni bu holatini ko'rganimdan keyin uyimga borgim ham kelmadi. Qo'ylarim qaldirar edi. Nima qilishimni bilmas edim. Ertasi kuni kennoyim doktorga chiqib keldi. Bilsak aziz akam uchda turar ekan. Bu xabarni eshitgach ota-onam bo'ldi, "Yashamaysan. U azizakdan tugilgan farzandlaring qanday bo'ladi? Aziz akang o'xshagan nogiron farzand tuqsang kuyib otasanmi?" dedi. Shunday qilib to'yim o'sha kechasi hayotim buzilib ketdi. Ba'zida menga bir narsa alam qiladi. Menga o'sha paytda azam aytsa bo'lar edi-ku. Bu ham kamid uydagilari meni qiz bo'lib kelmagan ekan, juvon ekan deb hamma yoqqa gapsiz qilib yubordi. Musiqa men bu gapsizlar kecha olmasdan opamning uyiga ketib qoldim. Hozir mana oradan 2 yil o'tdi. Halcha o'z uyimga, ona uyimga borganim yo'q. Lekin aziz akamni hech qancha vaqt o'tmay uylantirishdi. U ayoli ham ketib qoldi. Baribir haqiqat ochilar ekan-ku. Bor haqiqat hamma el yurtga ochildi. Lekin bir narsa hamisha qalbimni kemirib turadi. Chunki men baxtsiz bo'lib qolgan edim.